Kelin. Keldingizmi tabib tog'a? Ha, tinchlikmi? Nima gap? Men telefonda bir nimalar dedingiz, gapingizga tushunmay qoldim. Nima bo'ldi u? Tinchlikmi? Tug'votillarga mazasi yo'q. Ana u Safar o'rtog'ini bilarmidingiz? Xo'sh. Voy, o'sha lotereya o'ynab, lotereya yutug'iga Captiva chiqqan ekan. Xo'sh. Voy, shuni maqtangani keluvdi. Shu xabarni eshitdi-yu, rangi oqarib, yuzi bo'zarib, tap hushidan ketdi. Voy, shundan buyon hushiga keltira olmayapman. Yordamingiz kerak, tog'a. Qani, boshlang qani. Turing, keling. Keling. Mana. Mana shu ahvolda. Ahvol chatoq u. Ha? Eshitmaydi. O'zida yo'q. Tuhfatillaboy. Tuhfatillaboy. Foydasi yo'q. Suv ham sepib ko'rdim, yuziga tarsaki ham urib ko'rdim. Foydasi bo'lmayapti. Kelin. Mahallada bir yangilik bo'ldi, eshitdingizmi? Yo'q. Eshitmadingizmi? Mahalla raisi anu Hamdam Jesse bor-ku. O'sha ishdan olinibdi-da. Ana bo'lmasa. Olinganda ham sharmandalarcha olinibdi. Bu ham mayli. Yana bitta yangilik. Ana mahallamizda tadbirkor bor edi-yu. Katta bir ishni boshlagan ekan. Kamovatga tushib ketib, qarzga kirib qolib, bechora uyini, mashinasini, mol-holini, do'konigacha sotib, bola chaqasi bilan ko'chada qolibdi. Ajab bo'pti-da. Ko'nglimdagidek ish bo'pti. Yaxshi bo'pti. Tuhfatilla, yana bitta yangilik bor, eshitdingizmi? Yo'q. Ana og'ayning Zafar bor-ku. Lotereyadan Captiva yutgan ekan. Ha. O'shani o'g'ri urib ketibdi. Voy. Maza. Zafar patpatni bir prokuror jiyani bor ekan. Voy. Shu topib beribdimi? Voy. Yo'q, topolmabdi. Topolmabdi. Voy. Hazillashmang, sog'liq bilan o'ynash bo'lmaydi. Yana bitta yangilik. Xush xabarmi, noxush xabarmi? Noxush xabar, lekin siz uchun xush xabar. Shunday qiling. Mahallamizdagi o Farhod apparatchi bor edi-yu. Farhod Pachaq. Ha. To'yma-to'y apparatlar qo'yib yurardi-yu. Ha. O'sha o'g'lini Amerikaga jo'natgan ekan. Aha. Endi yaxshigina ishlab keladi deb niyat qilganda bechora. Aksiga olib o'g'li ish topolmay, haligi qarzga kirib, kasal bo'lib qaytib ketdi. Voy, yaxshi bo'pti. Endi uy joylarni sotib, nasib bo'lsa tez orada ko'chada qoladi. Yana bitta yangilik bor. Voy, ayting. Sizga shakar ayting. Mana Tojboy tachang bor-ku. Ha. Yo'q, uloq chopaman deb bir bozordan o'tgan bozor uloqchi ot olgan ekan. Bu otim og'ilxonada nimadan zaharlanganmi, o'lib qopti, xarob bo'lib qopti. Voy. Ey, siz choyga arziydigan ish qildingiz. Siz aziz mehmonimizsiz. Tur choyni qo'y. Daryo'ningdan. Montiga o'xshab yoyilib o'tirmang. Bo'laqa. Nima? Men hozir kelaman, qo'l betimni yuvib olay. Ketib qolmang, xo'p? Aha. Xo'p. Hozir. Hey. Voy joy. Uzr. Tabib tog'a, qishloqda shuncha yangiliklar bo'lib ketdimi? Voy, bechoralarga rosa qiyin bo'pti-da. Yo'q, hammasi yolg'on, hammasi hazil, kelin. Voy, bu eringiz birovning omadsizligi, baxtsizligini eshitsa xursand bo'lib ketadi-ku. O'shaning uchun bu hammasi o'ylab topildi. Bugun tushlikni qayerda qilamiz endi?
O'zim ham shuni o'ylab turdim. Zafarda mazasi yo'q, uyda kasal bo'lib yotdi deb eshitdim. Shuni uyiga borib ko'rsak, endi uni rahbar odam bo'lgandan keyin yo'qlab keluvchilari ko'proq bo'ladi. Sharoit yaxshida xullas. Ham qorin to'yg'izamiz, ham uni ko'rib kelamiz. Tushunding? Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Oylik oldilaringizmi? Yo'q. Juma kuni beramiz deyishyapti oylikni. Voy. Bugun payshanba-ku. Ya, Payshanba bugun. Ishonmaydi Yo'q, isbotlamaguningcha. Mana ko'r. Ko'rdingmi? Menga ishonmasang telefonga ishonarsan? xotinim yana aldabdi-da. Nima deb? Kecha payshanba deb o'tdi. U xotining g'irt yolg'onchi. Ya, Meni ham 3 marta aldagan. Ko'zingni go'laytirma. Ey! Pul olib, qarz olib qochib yurganingda sen uyda bo'lgansan, lekin erim uyda yo'qladi, meni 3 marta aldagan. Tushundingmi? Hayoli buzuq. Ketdik yur. Buni biz yoshlikda nima deb chaqirardik, bilasan? Zapar pat pat. Esingdami? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy, bu Zafar pat-patni mazasi bo'lmay qopti deb eshitdik. Shunaqa. Pat-patni remont qilgani keldik. Bo'ldi, keling. Hopis. Hoppa. O'zini xonasidanmi bu? Ha? Qo'lingizni yuving. Qo'lni yuvdirishingdan oshtagar shekilli. Dadam oldiga topda solib kelaverdim-da. Paytavak bu. Voy? Aytam emas. Aqlli. Payta olmas ekan-ku. Ukam tagligi. Ha? Boshqatdan qo'ysin. Bu ovozing o'chkuray. Yana rahmat. Voy. Kiraver. Qanday nima bo'ldi ya? Turma. Ko'rganimiz, ko'rishganimiz. Turma. Ke. Ha, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Dardmanlarga shifo bersin. Allohu akbar. Ha, o'zing tinchmisan? Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Voy, bugun tug'ilgan kuningmi? Yo'q, o'rinbosarim kelgan ekan. Ha. Mayda chuyda ko'tarib. Ha. 1 soat sanga o'xshab miyamni qoqib qo'limga berdi. Sen bunaqa narsalarni ko'p yemagin. Hozir bunday narsa bor-da, Ilhomboy. Ha. Mana mol bor-ku, molni ham olib kelib molxonaga bitta o'zini qo'ysang, u semirmaydi. Yoniga sherik qo'ysang, bir-biriga qizg'anib ko'proq yeydi-da. Buni ham oldiga mana taomlarni qo'yganimiz, hozir biz yeb ichsak, buni ham ishtahasi ochilishi kerak. Ha, shuning uchun ozgina olib yemasak bo'lmaydi. O'zingni oldingdagi yegin, menga qarama. Xo'pmi? Ol. Ay. Menga qara. Sen rang ro'ying chatoq bo'lyapti-da. Nima qildi meni rangimga? Ranging sarg'ayapti. Endi yuz deb bo'lmaydi-da, buni chehra deb bo'lmaydi. Menga basharangda sarg'ayish bor. Ko'zini qorasi ham kattaroq yotdi-ku buning. Rangi ro'yi sarg'aygan odamni jigari ketgan bo'ladi. Jigari ketgan odamni jigar qanaqa ahvolga tushadi aytaymi? To'xta, mana. Oy.
Mana shashlikni ko'ryapsan-a? Ha? Mana shu shashlikka o'xshab qovjirab qolgan bo'ladi. Mana oldi. Ha. Buni nima qilish kerak? Endi bu jigarni nima qilish kerak? Hozir. Jigarni davolash kerak. Davolash uchun ozgina nafsing tiyishing keraksan. Bunaqa nozik narsalarni yemagin. Unda bu shashlikni nima uchun piyoz bilan yeydi bilasanmi? Go'shtni hazm qilish uchun. Nega qarab yo'talgini? O yo'talidan sil kasalga o'xshayapti bu. Ha? Qisqa yo'talyapti. Mana qo'shniman mana shundan o'lgan. Bo'lmagan. Qo'shningga qo'shilib o'lib ketmagan ekansan-da. Sen uzoq 4 kun. Bag'i tayyor bo'libsan o'zi. Lekin ko'ngling xotirjam bo'lsin. Biz xizmatda. Qani mazang yo'qligini eshitib hayır choyxonasi bordi, kirmadik. Chunki biz sen bilan do'stmiz. Qadrdon. Do'st bo'lgandan keyin ovqat kiymangiz choy berdim. Yeb kelavermabsan-da oshni. Biz do'stmiz-ku. Do'stligimiz qayerda qoladi? Sen bir narsani bilasanmi? Eshitganmisan o'zi? Mana alabay degan zotdor itlar bor-ku. Shularga mayda qiltiqli, mayda suyakli mahsulotlar go'shtlar berilmaydi. Chunki ular chaynamay yutadi. Chaynashi mumkin, lekin mayda qiltiqni ezg'ilab o'tirmaydi, u hayvon u. Shuning uchun senga mana parranda go'shtini yeyish mumkin emas. Sening ham jag'ing yomon ketdi. Ye, shuni ham ye. Ol. Ol gumillar. Biz qancha turamiz bu o'tib ketgandan keyin qancha vaqt shu xonadonda qarashib yuramiz. O'zing ayt, tez gapir. Odatda xudoygacha turiladi. Yo'q. Dasturxon mana shunday bo'lib tursa, to'kin sochim bo'lib tursa, yilinggacha men shu yerdaman. Buni ham ketganni qo'ymayman. Uyga borganda ham bunaqa sharoit yo'q. Yo'q. Undan ko'ra senikida yurganimiz ma'qul. Lekin men xavotirga soladigan boshqa narsa bor. Sen o'lgandan keyin xotin kimgadir turmushga chiqadi. Kimgadir. Kelib bolalariga, xotiniga, xotiniga egalik qiladi-da. Mana xo'jayini bo'ladi, lekin bolalaringga salachinaman qo'lda ishlatadi bolalariga. Bo'lgandan keyin senga rahmat deydi u. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Keyin yoqqa borib yotmaydi, bolalarni ishga chiqarib yuboradi-da. Shu yerda asaloyini o'tkazib Endi bo'lmadi endi. Endi bo'lmadi endi. Hatlashdim. Sallar ey. Bir 2-3 kun bahona kasal qilib bir uyda bir maraqib dam olamanmi desam, shet ham qo'ymadilaringda sallarda, qutulib bo'lmaydi sallardan. Yeb ichib oldingmi? Qorning to'ydimi? Qani tur yo'qar ekan. Bor, qani. Dardingga shifo bergani rost bo'lsin. Tur, ko'tar. Tur Ilhomboy. Kesh chiqsin-a. Onasi boshqa hech kim kelmas ekanmi ko'rishga? Bular hamma narsani yeb ichib ketib bo'ldi. Hech narsa qolmadi mana. Men qarang Ilhomboy. Endi kallani ishlatish kerak. Ta oylik chiqqunicha mana qilib qorin to'yg'izmasak bo'lmaydi. Kasal bemorlarni ko'ramiz, hol ahvol so'raymiz, obed tekin bo'ladi. Ma'qulmi? Ertaga endi sotib oldini kelib boramiz. Qo'li sinib yotibdi deb eshitdim shuni ham. Quruq borish noqulay-da. Bo'lmasa ikkita non olaylik. Uyda non bormi? Ertaga ertalab ishga kelaverib olib kelgin. Maylimi? Bo'ldi. Yur ket. Oldingi
zamonda ayol kishiga himoyachi, boquvchi kerak edi. Oldingi zamonda. Chunki tashqi dunyoda xavf ko'p edi. Ayol bola bilan ovora bo'lib o'ziga yemish ovqat topolmas edi. Yonida kuchli, fizikasiga kuchli inson uni ham himoya qilish kerak, ham boqish kerak. Ayol va erkakning aniq vazifalari bor edi. Erkak himoyachi, boquvchi, ayol oilada Ya, uzr akajon, uzr, hech narsa qilmadimi? Ko'rmay qolibman. Nima ahvolga solib qo'yding meni? Hammasi joyidami? Qayergadir olib borib qo'yaymi? Tur yiqil. Hayda mashinangni. Uzr aka, uzr. Chinni pulnimisiz? Kimsiz? Voy, hey, man, xotiningizman. Nima, tanimay qoldingizmi? Maynavotchilikni qo'ying, ovqat qilyapman. Turing, bozordan go'sht olib bering. Ko'chaga chiqmayman. Ko'chaga chiqmayman, qo'rqaman. Ha, unda pul bering, o'zim borib olib kelaman. Pulim yo'q. Qayerdan topsang top, o'zing borib kel. Menga tegma. Bozorga boring desam, bormasa. Pul bering desam, bermasa. Ey, menga qarang, bir nimani bilib oling, tushundingizmi? Ey, menga qarang. Hozirgi zamonda ayolga boquvchi ham, himoyachi ham kerak emas, tushundingizmi? Zamonaviy ayol kishi erkak kishidan ko'p pul topishi mumkin. Topadi ham. Zamonaviy ayollar o'zini o'zi himoya qila oladi ham. Chunki hozirgi zamonda ilonlar, sherlar, to'fonlar yo'q. Uy qurish ham kerak emas. Uylar ham tayyor. Nima? Puling bo'lsa, uy ham sotib olaverasan. Signalizatsiya bor. Hamma narsa bor. Nima kerak? O'tin chopish kerak emas, yer og'darish kerak emas. Muammo nima? Ey, gaplarimni tushundingizmi? Menga qarang. O'zi nima bo'ldi sizga? Yo'lda kelib atuvdim. Telefon tomosha qilib. Xayol bilan telefon ko'rib o'tirsam, bir ahmoq sal qoldi mashinada kelib urib ketishiga. Shundan ichimdan nimadir uzilgandek bo'lib tomog'imga kelib tiqildi. Sal qoldi, peshonamdan qora terlar chiqib ketdi. Shundan beri ko'chadan qo'rqib qolganman xotin. Demak, siz yuragingiz tushgan. Tabibga borish kerak. Pul bilingiz kerak emas. Faqat o'sha do'kondan oling, yana boshqa joydan olib yurmang, ha? Ha, xo'p. Mayli. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Ha. Mazza qochdimi? Sal mazza yo'qda. Qani, taqdir bir qo'lingizni ko'raylik endi. Oh. Bu taqsir? Bu qon bosimingiz oshib ketibdi-ku. Bu yaxshi emas. Bunday qilasiz. Sizga maslahatim. Tabiiy bitta yo'li bor. Bozorga tushasiz. Shuna kirishingiz bilan 10 qo'lda qassoblarning do'koni boshlanadi. Birinchi do'konda kipka kiygan bir Behruz degan bola bor. O'sha bolaga uchrashasiz. Mana aytdi deng, xo'pmi? Molni buyragidan berar ekansiz deng. Ko'proq oling. Uyani uyga olib borib turib, qaynatib turib yeng. Bir pasda haligi nima deydi? O'z holatiga keladi. Tushundingizmi? Ha, boshqa joydan olib yurmang. Boshqaniki yaxshi emas. O'sha bolani buyragi sotayotgan buyragi yaxshi. Cho'nchakka qo'lni tiqmang.
Odamni xafa qilyapsiz. Savobim kerak. Siz faqat o'sha do'kondan buyrak oling, ko'proq oling, xo'p? Yana boshqa joydan olib yurmang. O'shaniki toza-da bu. Ha, o'sha toza. Xo'p, xo'p. Bo'ldi. Aytganingizdek Ha, qilamiz. bo'ldi, boring. Ha, shunaqa gaplardi. Ha, endi ukajon gap bunday. Mana kelinda qoni kamayib ketgan o'shaning uchun bosh aylanadi. Ha, sizda shamollash kuchli. Ana shu ikkala holatni ham normal holatga keltirish uchun bilasizmi nima qilish kerak? Bozorga tushasiz. Shuna kirishingiz bilan o'ng qo'lda qassoblarning do'koni boshlanadi. Birinchi do'konda kipka kiygan bir Behruz degan bola bor. O'sha bolaga uchrashasiz. Bizga molni buyragi kerak deng. Topib beradi o'sha uyga. Ham boshqa joydan olib yurmanglar, boshqaniki toza emas. O'shani olib borib, uyga borib, hali qaynatib, chiroyli qilib turib, kelinga ham yediring, o'zingiz ham yeng, ana keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Serfarzand bo'lib ketasizlar, ha? Kelishdikmi? Boshqa do'kondan olib yurmang. Faqat o'shandan oling, xo'p? Uni buyragi toza-da. Tushundingmi? Mayli. Bor, mana Alloh. Rahmat. Mayli. Pul kerak emas. Faqat o'sha buyragdan olsangiz bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Mayli. Alo, dada. Ha, o'g'lim. Qoyil lekin shu kunda o'zida 200 kilo buyrak tugadi. Ha, tugadi. Hozir shoshmang-da. Nima? Xolodilnikda bir 150 kilo o'pka bor ekan. Shuni harakatini qiling, dada. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Ha. Assalomu alaykum. Kelinglar. Ha, yaxshimisizlar? Ha, kelin. Shu yo'lda ketayotgan ekan, mashina bosib ketishga sal qolibdi. Voy, qo'rqib qopti. Qor qo'lni bering qor. Ha, bu yuragi tushgan buni. Mana vahima, stress bor. Cho'chib qo'rqib vahimaga tushib yuribdi. O'lib bitta yo'li bor, kelin. Bozorga tushasizlar. Shuna kirishlari bilan o'ng qo'lda qassoblarning do'koni boshlanadi. Ana o'sha birinchi do'konga kirasizlar, kepka kiygan bir Behruz degan bola bor. O'sha yigitga uchrashib, bizga molni o'pkasi kerak deysizlar. Boshqa yerdan olib yurmanglar, faqat o'shandan olinglar. Olib kelib uyga olib kelib bir iste'mol qilinglar. Bir pasda yurak o'z holatiga qaytadi. Ha. Tabib tog'a, demak, bizdan oldingilarga buyrak. Ha, bizga o'pka foyda ekanda? Endi sizlarga ham buyrak foyda berishi mumkin. Lekin buyrak tugabdi-da, kelin.